Libosimiz yoqmayapti. Alishtirsa bo'ladi. Alishtirsangiz bo'ladi, lekin siz alishtirishdan avval o'zingizni talablaringizni ham birinchi bilib oling. 50 boshiga hamma narsani bo'yniga yuklab qo'yish juda qiyin narsa. Sizdan tashqari 49 ta odam bor va shu 49 ta odamni og'ir yengilni ko'taradigan mas'uliyatli shu 50 boshi tayinlanadi. Albatta, ilmli 50 boshi. Sizdan talab qilinadigan narsalar nima? Chiroyli borib u yerga va 50 boshi shu amir deydi biz o'zbek tilida 50 boshi. Shu amirni aytganidan chiqmasdan chiroyli umr amallarni ado etib, ziyoratga borgandan so'ng u yerda 50 boshlarga ma'lumot beradi va o'sha ma'lumotlarni olib va siz shu umrani faqat o'zingiz uchun emas, shu umrani amalini qilib bo'lgandan so'ng, yaxshi bilganingizdan so'ng kelib hali umraga bormagan, umraga borish xohlaydigan insonlarga aytishingiz kerak, umra haqida ma'lumot berishingiz kerak va u yerga borib siz o'zgarganingizni ular his qilish kerak. Ya'ni siz umraga borgandan so'ng faqat umraga borib hojaka emas, haqiqatdan ham o'zgargan, shu payg'ambarimiz va'dalari bor edi, o'sha umra qilgan insonning gunohlari kafforat bo'ladi va bitta umra va ikkinchi umra orasidagi amallar ham kafforat bo'ladi. Qilgan gunohlarimiz. Shu haqida ozroq ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.